O'zi kichkinaligimdan o'yinchoq yasashga qiziqardim. O'zimni masterskoyim bo'lmasdi. Kichkinaligimda такой banyani yonida, ya'ni xonacha bo'lardi. O'sha kira olardim, atverkam bo'lardi, taxta olardim-da, chuqalab o'tirardim. Idealniy kartinamda bitta lotka chiqish kerak edi. Keyin u lotkani motorchigini akamni mashinasidan o'g'irlab qo'yib, yasab, tugatib, uni sotishim kerak edi. Mana shunaqa niyat bor edi. Shunga harakat qilib turardim. Hech sotamaganman, bir marta ham o'yinchoqlarni, lekin pastdan harakat qilardim shu narsani qilishga. Mebel ham shunga o'xshagan. Mebel qanaqa qilib qiziqish bo'lib qoldi. Bitta qilib ko'rdim. Qarayman, atrofdagilarimdan ancha tezman bu yo'nalish. Prosta tezman bo'ldi. Menda tekisroq, yaxshiroq, chiroyliroq ifsha. Chiroyman, hammasini o'tib ketar ekanman. Mana shu sohada ushirish kerak ekan dedim, bo'ldi. MVP bo'lgan, MVP ko'rsatganda hammasini. Qaysi yo'nalish menga to'g'ri kelishini. Rossiyada ishlaganmiz. Men quruvchiman o'zi. Qurilishda ishlaganman. Rossiyadan bu yoqqa kelganmizda sherigim bilan bitta sexga ishga kirganmiz. Bu Sergelida. Sex bor edi, yaxshigina sex. Ishga kirganmizda o'sha yerda bo'lganda o'zi test. Kirdik, ishlashni boshladik. Sherigim tadbirkor, g'irt tadbirkorda. Shuni ko'ryapti, qolganlardan o'tib ketyapmiz. Вообще слишком farqimiz yer bilan osmondek farqimiz bor edi. Miyaga ideya keldi. Davay, короче, срочно zakaz olib ko'rish kerak. Menda tanishlar ko'p. Сразу akamga telefon qilyapman. Aka, demak, tuzatib beraymi deyapman-da. Tuzatib ber deyapti. Ketdi birinchi zakaz esa. Mashina ketganda.